Odamning immunitet tanqisligi virus haqida bilimsizlik hayotingizni xavf ostiga qo'yadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili taxminan 1,5 million kishi ushbu infeksiyani yuqtirib oladi. Bu esa kuniga o'rtacha 4110 kishini tashkil etadi. Odamning immunitet tanqisligi virusi asosan 3 yo'l bilan yuqadi. Parenteral yo'l. Odamning immunitet tanqisligi virusi mavjud bo'lgan qon, uning tarkibiy qismlari va komponentlari qo'yilganda, bir marta ishlatiladigan tibbiy asbob va anjomlar qayta ishlatilganda. Jinsiy yo'l. Odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyali shaxs bilan jinsiy munosabatda bo'lganda yuqadi. Vertikal yo'l. Odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyali onadan homilaga homiladorlik davrida, prenatal tug'ish paytida, internatal va emizishda postnatal yuqadi. Odamning immunitet tanqisligi virusi dastlabki bosqichda hech qanday alomat bermasligi mumkin. Shuning uchun muntazam test topshirish juda muhim. Odamning immunitet tanqisligi virusidan qanday himoyalanish mumkin? Oilani muqaddas bo'ling, juftingizga sodiq bo'ling. Faqat steril tibbiy va kosmetik asbob-uskunalardan foydalaning. Begona kishilarning shaxsiy gigiyena vositalaridan foydalanmang. Qon bilan kontaktga kirishdan ehtiyot bo'ling. Ushbu ma'lumotni ulashing, balki kimningdir hayotini saqlab qolarsiz. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.